Mana maktabni ham bitirib oldik. Endi nima qilamiz? Endi erga tegamiz. Seva, sen qanaqa oilaga kelin bo'lging keladi? Boy oilaga yoki oddiy oilagami? Manmi oddiy oilaga, chunki oddiylikda halovat bor. Sanchi o'rta? Men boy oilaga kelin bo'lgim keladi, chunki baxtli bo'lish uchun ko'p pul kerak. Addishasan o'rta. Ko'ramiz. Bo'pti, ket. Voy, Sevar, senmisan? Voy, Lobat, chiq. Ha? Voy, o'rta, seni tanimanmi? O'zgarib ketganingni qara. Iye, конечно, yosharib ketibmanmi? O'zichi hamma shunaqa deyapti. Lekin o'rta sanchi, ana Instagramdagi sun'iy qizlar bo'ladi-yu, kipriklar olsanmi, soching ham o'zingniki emas. Labingni ham ishirib olsan. Voy, o'rta, tabiiylikka hozir hech nima yetmaydi. Uni buni qo'y. Baxt boylikda derding. O'z baxtlimisan ish qilib? Albatta baxtliman. O'zingchi oddiylikdan halovat topdingmi? Voy, конечно topdim. Shahar chetidan 80 sotuvli hovliga kelin bo'lganman. Zato men shahar markazida 4 sotuvli uchastkada erim bilan alohida turaman. Zato meni 4 ta o'sinim bor. Baxt ko'plikda. Zato meni 4 ta xizmatkorim bor. Zato bizda 40 ta mas'ul, 4 ta ho'kizimiz bor. Zato men 5 yilda 7 ta davlatga sayohat qildim. Тоже мне. Zato men 5 yilda 7 ta bola tug'dim. Ha, yo'q, ikkitasi egizak, noto'g'ri o'ylama o'rta. Ha. Zato meni 7 ta biznesim bor. Mana shu o'tirgan restoran ham meniki. Mani 7 ta bolam bor. Buni aytding-ku, o'rta. Oxirigacha eshitgin-da. Mani 7 ta bolam bor va 7 ta bolamni shu Chikago tagliklarida katta qilganman. Umuman allergiya bermaydi, 24 soatgacha namlik ushiydi. Shunaqa kачествоsi zot. O'rta, sen bularni qayerdan bilarding? Hali bolang yo'q-ku. To'g'ri aytasan, o'rta. 5 yil deganda farzandli bo'la olmadik. Lekin zo'r yangiligim bor. Men homiladorman. Mana bu Chikago tagliklarni ham biz ishlab chiqaramiz. To'xta. Shunda meni tug'iladigan bolamni o'zini taglik ishlab chiqaradigan zavodi bormi? Buncha mazza, buncha baxtliman. Ajabsizlar. Onasini emsin, baxt bor boylikda ekan. Voy, to'xta, qaytga. Ketaman, ichim yonib ketyapti. Ko'ra olmayman sen. Zato meni 7 ta bolam bor. Bu kunni ko'rguncha o'lib qo'ya qolganim yaxshimasmidi, voyda?